Assalomu alaykum kimyo fani qiziquvchilari. Ushbu laboratoriya mashg'ulotimizda sizlarga fizik xossalari turlicha bo'lgan moddalarni tanishtirib o'tamiz. Moddalarimizning agregat holati, rangi, hidi, zichligi, suvda eruvchanligi, qattiqligi kabi xossalar bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi moddamiz osh tuzi. Agregat holati qattiq, oq rangli, hidsiz modda hisoblanadi. Zichligi 2,161 gram taqsim santimetr kubga teng. Suvda yaxshi eriydi. Ikkinchi moddamiz shakar. Agregat holati qattiq, oq rangli, hidsiz modda hisoblanadi. Zichligi 0,8 gram taqsim santimetr kubga teng. Suvda yaxshi eriydi. Keyingi moddamiz ichimlik sodasi. Agregat holati qattiq, oq rangli, hidsiz modda hisoblanadi. Zichligi 2,2 gram taqsim santimetr kubga teng. Suvda yaxshi eriydi. Keyingi moddamiz mis ko'porosi. Agregat holati qattiq, ko'k rangli, hidsiz modda hisoblanadi. Zichligi 3,6 gram taqsim santimetr kubga teng. Suvda yaxshi eriydi. Keyingi moddamiz alyuminiy. Agregat holati qattiq, oqish kumush rangli, hidsiz modda hisoblanadi. Zichligi 2,7 gram taqsim santimetr kubga teng. Suvda erimaydi. Keyingi moddamiz rux. Agregat holati qattiq, oqish kumush rangli, hidsiz modda hisoblanadi. Zichligi 7,133 gram taqsim santimetr kubga teng. Suvda erimaydi. Keyingi moddamiz temir. Agregat holati qattiq, oqish kumush rangli, hidsiz modda hisoblanadi. Zichligi 7,874 gram taqsim santimetr kubga teng. Suvda erimaydi. Keyingi moddamiz mis. Agregat holati qattiq, yaltiroq sariq rangli, hidsiz modda hisoblanadi. Zichligi 8,96 gram taqsim santimetr kubga teng. Suvda erimaydi. Keyingi moddamiz suv. Agregat holati suyuq, rangsiz, hidsiz modda hisoblanadi. Zichligi 1 gram taqsim santimetr kubga teng. Keyingi moddamiz spirt. Agregat holati suyuq, rangsiz, o'tkir hidli modda hisoblanadi. Zichligi 0,789 gram taqsim santimetr kubga teng. Suvda yaxshi eriydi. Keyingi moddamiz oltin gugurt. Agregat holati qattiq, sariq rangli, o'tkir hidli modda hisoblanadi. Zichligi 2,07 gram taqsim santimetr kubga teng. Suvda erimaydi. Va so'nggi moddamiz yod. Agregat holati qattiq, binafsha rangli, hidsiz modda hisoblanadi. Zichligi 4,94 gram taqsim santimetr kubga teng. Suvda yaxshi eriydi. Sizlarga fizik xossalari turlicha bo'lgan moddalarni tanishtirib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.